dunyo bo'yicha seriyni ishlab chiqarilayotgan pikaplarning orasida eng tezkori aynan mana shu bo'ladi. Bunda kompressorli 502 litrli ob'yom motor, 720 ot kuchi, 868 Nm V obrazli 8 silindrga. Bundan boshqa tezkori bugungi kunda yo'q bo'ladi stok holatiga. Hattoki ba'zi qo'l telefonlaridan ham tezroq ishlaydigan va har bir toshga alohida yondashadigan legendarniy Fox amortizatorlari o'rnatilgan bo'ladi. Oddiy pikaplarda orqa tarafga resorlar o'rnatilgan bo'lsa, Raptor R'da esa 5 ta richakdan iborat bo'lgan podveska o'rnatilgan bo'ladi va haydovchining har bir harakatiga o'zining intellekti bilan ideal tarzda javob qaytaradi. Yo'q, adashmadingiz. Ba'zilarda mavjud bo'lmagan miya bu avtomobilning amortizatorida o'rnatilgan bo'ladi. Tashqarida Raptor R, ichkarida esa S-klass atmosferasini beradigan interyerga ega. Albatta bu avtomobilning ruli ham o'ziga o'xshagan ekskluzivniy bo'lgan holatda amortizator va vyxloplarni rulni o'zidan boshqarsa ham bo'ladi. Panorama tom, Bento akustika, tabiiy charm, alkantara bilan massaj, ventilyatsiyalarni va hokazolarni o'z ichiga qamrab oladi. Va albatta har doimgidek kutilmagan narxlarda egalariga pul juda ham zarur bo'lganligi uchun boshqa joylarda 150 ming AQSh dollari yetkazib berish xizmatisiz bo'lgan vaqtda bizda esa bor yo'g'i 139.900 AQSh dollari bo'ladi.